Qarorlik pul to'laydiganға tovar sotib olish joizmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Turkiyada hozir har qaysi davlatlarda turli tovarlarni taksit bilan muddatga bo'lib sotish umumlashib ketdi. Albatta, taksit soni yoki muddati uzargan sari baho naqd savdoga qaraganda texmi oshadi. Masalan, bir tovarni 6 yoki 12 yoki 24 oyga bo'lib o'xshamagan bahoda sotadigan bo'lsa, biz birini tanlab sotib olsak bo'lamdi yoki buningda jazoni shakllanamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oli tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ilm satim yoki bay'i qilish shariatda qimmatga ega molni qimmatga ega molga ega qilish va ega bo'lish shaklida almashtirishni ko'rsatadi. Hadis shariflarga asosan oltin, kumush va puldan boshqa turli tovarlarni naqd setish joiz bo'lganidek, nesi setishmi albatta joiz. Nesi setish bir nechaga bo'lib beradigan qarorlik setish bo'lishmi yoki biroqla beradigan shaklda bo'lishmi mumkin. Shar'iy hukm jihatdan bir qaror bekitib, nesi setish bilan bir qancha qaror bekitib nesi setishning farqi yo'q. Alloh taolo Alloh savdo setiqni halol qildi, jazonini harom qildi degan. Albatta, savdo nesi bo'lgandan uning bahosi yuqori bo'lishi tabiiy. Buningda hech qanday jazoni shakllanmaydi. Ammo nesi va qarorlik savdodami naqd savdoda shart qilingandek tovar halol, pak tovar bo'lsa, tovar va umum baho aniq bo'lishi, sotquchi tovarning egasi yoki vakili bo'lishi, pul shu tovar uchun to'langan bo'lishi, savdoda boshqa aniqsizlik yoki mujmallik bo'lmasligi, shundaqla qaror kechiksa kechikish jazosi to'lashdan xoli bo'lishi shart. Bu masalada hukm tushunishli bo'lishi uchun yuqorqi shartlarni tuvandagidek bir-birlab izohlashga to'g'ri keldi. Birinchi, oltin bilan kumushni yoki qog'oz pulni qog'oz pulga yoki oltin bilan kumushga elib sotishda naqma-naq bo'lmasa joiz bo'lmaydi. Chunki bularni nesi yoki qarorlik setish va sotib olish oyat va hadislarning aniq hukmi, shundaqla olimlarning ijmosi bilan jazoni bo'ladi. Ikkinchi, tovar sotquchining qo'lida va igidorchiligida bo'lishi shart. Qo'lida va igidorchiligida bo'lmagan narsani sotsa bo'lmaydi. Hakim ibn Hizam raziyallohu anhu rivoyat qilib deydi: "Man, ya Rasululloh, birisi kelib mendan ilkimda bo'lmagan narsani sotib olmoqchi bo'ladi. Uningga sotib bo'lib, keyin bozordan olib bersam bo'lamdi?" deb so'rasam, Rasululloh igidorchiligingda bo'lmagan narsani sotma degan. Hozirgi bankka aralashgan savdolarda va ba'zi bir tor savdolarda bu shart tepilmaydi. Uchinchi, tovarmi, pulmi aniq bo'lishi. Pulni qachon berish, bo'lib berganda har qatamqi o'lishning vaqti, miqdori aniq bo'lishi kerak. Mavhumliq aralashib qolsa bo'lmaydi. Masalan, tovarning bahosi pulning paxallashiga yoki maoshning eshishiga yoki boshqa bir narsaning o'zgarishiga bog'lab qo'yilganda, tovarning umum savdosi ikkala tarafga aniq bo'lmaydi. Hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam noaniq savdodan to'sgan. To'rtinchi, bu savdo to'xtamnomasida agar pul berish qaroridan kechiksa, muncha % bozor narxi, o'sim yoki kechikish jazosi qatiladi. Tovarning asli puli mavu, o'simi mavu degandek o'simga aloqador hech qanday gap so'z qilinmasligi shart. Chunki kechikish jazosi bir tarafdan qarz kechikkanlikdan to'langan o'sim bo'lganlikdan jazoni bo'lib, hamma olimlar birdek ittifoq kelgan masala. Yana bir tarafdan bu tovarning umum summasini noaniq qilishi jihatdan to'xtamni noto'g'ri to'xtam qilib o'tadi. Bumi hamma olimlar ittifoq kelgan masaladir. Islom fiqh akademiyasining 1989-yil olgan qarorida mundaq kelgan: qarz egasi qarzdorga qarzni qaytarishga ikki taraf o'rtasida belgilangan vaqtdan kechiksa, ma'lum miqdorda pul yoki qarzning ma'lum %ni kechikkanlik uchun jarimani sifatida berishni shart qilsa yoki tangsa, bu botil shart va botil tangishdan iborat. Bunga amal qilish vojib bo'lmaydi, balki amal qilish halol bo'lmaydi. Chunki bu Qur'on harom qilgan jahiliyat jazonisidir. İmam Faxrur Razi deydiki, qarzni qaytarish vaqti kelib, qarzdordan qarzni qaytarish talab qilinganida qaytarolmasa, qarz egasi qarzni oshirib muddatni uzartsa, mana bu jahiliyatda qilgan jazonining dal o'zidir. İmam İbn Taymiyami qarz oshirilib, qarz uzartiladigan muomala jazonidir deydi. Masalan, har bir qaralda 1000 dan to'laydiganga 12 qaralga bo'lib bir tovarni sotib olsak, bir qaral vaqtida to'lanmay qolsa, umum 12 mingga 500 qatilsa,
mana bu qatilg'ini jazoni. Andın bey'i to'xtamı qilganda bu kishi jam'i qancha pul to'laydiganligi noaniq. Chunki vaqtida to'layolsa jam'i 12 mingni, 2 qaralni vaqtida to'layolmasa 13 mingni, 4 qaralni vaqtida to'layolmasa 15 mingni to'laydi. Yuqorqi shartlardan birarisi tepilmasa, bu savdo shar'atda aqdi fasid, noto'g'ri to'xtam deb ataladi. Bu jazona deganlik. Bu savdoga kredit karti ishlatilish qo'shilsa, kredit kartlari jazoni to'xtam bilan ishlaydigan bo'lg'achqa, to'xtamga yana bir qat jazoni qo'shiladi-da, mazkur savdodagi shariatga xiloflik texmi ig'irlashadi. Pulni to'lay olmay qolganda bankaga bog'lab, o'simli qarziga zo'rlaganda yana bir qat ig'irlashadi. Yuqorqi o'sim, kechikish jazosi va kredit kart o'simi jazonisi qatorliqlarning hammasi boshqalarning mol-mulkini nohaq yeb olish doirasiga kiradi. Haq Taala aytadiki, ey iymon etganlar, bir-biringlarning mollarini o'zaro nohaq yo'l bilan yeb olmanglar. Faqatla sizlar o'zaro rozi bo'lib qilishgan tijorat buning sirtida. Shunga hozir hamma davlatlarda elib berilayotgan qarorlik savdodagi noto'g'rilik tufayli savdolashquchi ikki tarafning har birining bu savdoga kirmasligi, kirgan bo'lsa noto'g'rilikni tuzitish uchun amaldan qoldira olsa bekor qilib o'tish kerak. Undaqda kechiktirmay vaqtida to'lashga kaforatlik qilsak, o'sim aralashmag'achqa zaruriyat jihatdan jaiz bo'lamdi deyilsa, javob shuki, oldi bilan vaqtida to'lashga hech kim to'liq kaforatlik qilolmaydi deymiz. Zarur ehtiyojlarga kelsak, zaruriyat holati buningdan mustasno. Zaruriyat deganimiz shu savdoni qilmasa och yalang'och qilish va shuningga o'xshash qiynalib ketishni ko'rsatadi. Demak, bu intayin tar doira bo'lib, zaruriyat shartiga tushganda va qarorsiz sotib oladigan imkoni bo'lmaganda andin savdo joiz bo'ladi. Ammo hozir qilinayotgan savdolarda ko'pincha bu shartlar topilmaydi. Bu vajidan har bir musulmon jazonidan saqlanish va shubhidan yiroq turish uchun faqat zaruriyat bilan cheklanishi vojibdir. Haq Taala aytadi: "Jazoni yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qopidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo-sotiq jazoniga o'xshashdir" dedi. Allah savdo-sotiqni halol qildi, jazonini harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz-nasihat kelgandan keyin jazoni qilishdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Turmushda turli ishlarda moddiy jihatdan qisilib qolganda, dinimiz 18 hassa savob va'da qilgan qarz berib turishdek fazilatli amallarni joriy qildirish orqali atrofdagi qarindoshlarimizni jazoniga kirib qolishdan qo'g'dash, qo'lida ortiqcha pul bor har bir musulmonning majburiyatidir. Shunga bu qiyinchiliklarni qarz berib turish bilan hal qilish mumkin va kerak. Qarz olg'uvchilarmi qarz berganlarni pushaymon qildirmay, qarzni vaqtida qaytarishga tirishishi zarur. Xulosa: qarorlik taksit savdo, o'sim va kechikish jarimonasidak noto'g'ri shartlardan xoli bo'lmasa joiz bo'lmaydi. Zaruriyat holati bundan mustasno. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.